Assalomu alaykum hurmatlilar. Bugun biz sizlar bilan kondensatorlar va ularni ketma-ket parallellash xosalari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, o'zi birinchi o'rinda biz gaplashadigan bo'lsak, o'zi kondensator nimasi? Kondensator bizda asosan texnikada ishlatiladi. Texnikada zaryadlarni to'plab turish uchun, to'plab berish uchun ishlatiladigan qurilma hisoblanadi. Bizda kondensatorda qanaqa turlari bo'lsa, kondensatorni quyida turlar bor. Ya'ni yas kondensator, serik kondensator va silindrik kondensatorlar bor. Xo'p, endi biz bulardan eng ko'p tarqalgan o'sha yas kondensatorlar, biz shularda birin-ketin ko'rib o'tamiz. O'zi birinchi o'rinda bularda sig'im degan tushuncha bor. Sig'im nimaligini hozir tushunib o'tamiz. Elektr sig'imi birlik potensiallar farqiga to'g'ri kelgan zaryad miqdori bizda elektr sig'im deb ataladi. Ya'ni biz elektr sig'imning formulasi kichkina s harfi, ya'ni kirillcha s harfi bilan bu bizda u taqsim u ifodasini topiladi. Bu bizda bo'layotgan o'sha kondensatorning zaryad miqdori o'siz bo'ladi, kuchlanish, ya'ni potensiallar farqlasa ham bo'ladi. Endi biz birinchi o'rinda o'sha yas kondensatorga to'xtalib o'tgan bo'lsak, yas kondensatorning elektr sig'imi qanday bo'lsa, dastlab biz bu yerda yas kondensator keltirib olganmiz. Ya'ni ikkita parallel plastinkadan tashkil topgan va ularning orasi, oraliq qismi biror bir dielektrik muhit bilan to'ldirilgan qurilmamizda yas kondensator bo'lgan. Ya'ni biz bu yas kondensator, masalan, zaryadlangan plastinkani bundan oldingi mavzuda kuchlangan mavzu o'tgan. Ularda alohida mayda kuchlanganliklari bor edi. Xuddi shunday. Demak, bizda bu yas kondensator. Ularning orasidagi masofaning biz biror bir d masofaga nima qildik, ochib qo'ydik. Ularning orasida biror bir epsilon bo'lgan dielektrik muhitdan to'ldirdik va ular qoplamasi yuzalar bo'lyapti, s dan bo'lyapti. Endi bizda yas kondensator elektr sig'imi s teng epsilon 0 s taqsim d ifodasini topilgan. Xo'p, bu yerda s nima? S bizda bo'lgan plastinkalarning nimasi? Yuzasi, qoplamalar yuzasi bo'lyapti. Xo'p, d bizda bo'lgan mana shu plastinkalar orasidagi nima? Masofa d bo'lyapti. Epsilon bizda ularni to'ldirgan, orasiga to'ldirgan muhit, ya'ni muhitning dielektrik sindiruvchanligi bilan dielektrik muhitdan to'ldirilgan bo'lyapti. Endi biz bu kondensatorlarning zaryadini qanday ifodalaydigan bo'lsak, misol uchun bizda birinchi qoplamasi, deylik, biz buni musbat manfiy qutblarga ulaganmiz. Ulaganimizda bu musbat qutb bilan zaryadlanyapti, bu esa manfiy qutb bilan nima qilyapti? Zaryadlanyapti. Endi mana bu musbat qutblanganini biz aytaylik, misol uchun 5 kulon zaryad to'pladi, plus 5 kulon zaryad to'pladi. Bu esa xuddi shunday, lekin minus 5 kulon to'pladi. Endi bu kondensator o'zi qancha zaryad to'play oladi o'ziga desa, biz uni umumiy to'plagan zaryadni 5 kulon desa bo'ladi. Plus 5 minus 5 yeyishib kelib turib 0 olmay metrlashib bo'lsa yo'q. Bu faqat o'ziga musbatlar to'playdi, bu esa manfiy to'playdi. Natijada mana shu joyda nima bo'ladi? Bu 5 kulon zaryad to'plab beradi. Ya'ni bu elektr sig'imi, ya'ni bu kondensatorni 5 kulon desa bo'ladi. 5 kulon miqdorda zaryad to'plab beradi. Xo'p, ana endi biz bularni o'zimizga kerakli bo'lgan sig'imni topib olish uchun, ya'ni kerakli bo'lgan sig'imda masalan zaryad to'plab olishimizga ularni kondensatorlarni xohlasak ketma-ket olsak, parallel holatda ulashimiz mumkin. Lekin bularda asosiy xosalar mavjud bo'ladi. Birinchi o'rinda biz kondensatorlarni ketma-ket ulash xoslasini ko'rib chiqdik. Biz kondensatorlarni nima qildik? Birinchidan uladik. Endi biz misol uchun sig'imlari S1, S2 va S3 bo'lgan 3 ta S kondensatorni o'zaro ketma-ket holatda uladi. Ketma-ket ulashning asosiy xossasi bor bizda. Asosiy xossa ketma-ket ulanganda ulardagi zaryad miqdorlari teng bo'ladi. Kuchlanishlari esa yig'inda olinadi. Mana men sig'imlari S1, S2, S3 bo'lgan kondensatorlarni u kuchlanish manbaiga ketma-ket holatda uladi. Mana endi bu manbadan chiqadigan umumiy zaryadim kelib turib, birinchisidan ham, ikkinchisidan ham, uchinchisidan ham o'sha zaryad o'tadi. Ya'ni oqim bir xil. Zaryad oqib o'tadi. Mana bu kuchlanishimda esa mos holatda sig'imlarga qarab turib, birinchisiga U1, U2, U3 miqdori nima bo'ladi? Kuchlanishlar tushib ketadi. Endi biz mana bu yerdagi S teng U taqsim, Q taqsim U ifodadan Q topadigan bo'lsak, bu bizga bo'ladi suv, ya'ni S kara U. Agar bo'lsa bu yerda biz U topadigan bo'lsak, bu baqa bo'lishi uchun U teng Q taqsim S bo'ladi. Endi men mana bu yerdagi yig'inli ifodadan har bir kuchlanishni yoyib chiqaman. Misol uchun umumiy deganimizda U ni o'rniga biz Q taqsim S qo'yadigan bo'lsak, umumiy degani umumiy taqsim S umumiy, Q1 taqsim S1, Q2 taqsim S2, Q3 taqsim S3. Mana xuddi shunday qilib mos holatda har bir nimani kuchlanishlarni yoyib turib yozib oldim. Mana endi bizda bularda xossaga ko'ra har biridagi zaryad miqdorlari o'zaro teng ekan. Nima qildim? Hammasidagi suratda zaryadlar chiqarib olib turib, umumiy bilan qisqartirib yubordim. Natijada qolayotgan 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S1 plus 1 taqsim S2 plus 1 taqsim S3 yuzaga kelib qolyapti. Demak, bu o'zi bo'lar ekan kondensatorlarni ketma-ket ulashning asosiy xossasi, ya'ni umumiy sig'im topish ifodasi bo'ldi. Ya'ni bu degani kondensatorlar ketma-ket ulangan bo'lsa, o'zaro umumiy sig'im 1 taqsimda topiladi. Bu ham umumiy sig'im kam ekan. Xo'p, ana endi agar deyapti bizda sig'imlari bir xil bo'lgan n ta kondensator ketma-ket ulansa nima bo'ladi desa, mana shu ifodaga xuddi bo'lamiz. 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S plus 1 taqsim S plus ketdi. Ixtiyoriy n ta plus 1 taqsim S. Bunaqa 1 taqsim S lik sig'imlarni kondensatordan n ta bor edi, shuncha n ta yozib qo'ydim. Umumiy maxraj S o'z bo'laveradi. Suratda n ta birning yig'indisi n hisoblaymiz, men n taqsim S ning ifodaga kelib qoldi. Endi bizga 1 taqsim S umumiy n taqsim S teng bo'ldi. Bizga S umumiy kerak. Bitta yo'nalishni aniq qo'ygan bo'lsak, S umumiy teng S taqsim n deb ifodaga keladi. Bu bizda ixtiyoriy n ta kondensator, ya'ni bir xil sig'imlar, sig'imli kondensatorlar ketma-ket ulangan umumiy sig'im topish ifodasi bizda S umumiy teng S taqsim n bo'lar ekan. Tamam. Aytaylik, endi xuddi shunday ketma-ket ulangan, faqat ikkita turli xil sig'imli kondensatorlar ketma-ket ulanyapti.
ikkita turli kondensatorlar ketmaga utlanganda 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S1 plus 1 taqsim S2 xulosiga kelamiz. Ya'ni buni o'rniga qo'yganmiz. Endi ikkaloviga mahraj bersam, bunga S2 dan, bunga S1 dan bo'ldi. Suratda sig'imlar yig'indisi, mahraj esa ko'paytma usul bo'ldi. Xo'p, bizda 1 taqsim S umumiy shunga teng bo'ldi. Bitta yo'nalishni aniq qilgan bo'lsam, demak S umumiy teng S1 S2 taqsim S1 plus S2. Demak, ikkita kondensator ketmaga utlanganda, demak ularning sig'imlarining ko'paytmasini sig'imlar yig'indisi bo'lib bo'lsam, o'sha kondensatorlarning umumiy massasi bo'lar ekan, sig'imni bo'lar ekan. Bu bo'lsa bo'ldi umumiy sig'im ifodasi. Ana endi hurmatlilar, sizlar bilan kondensatorlarni parallel ulashning asosiy xossalarini ko'rib chiqamiz. Biz ketma-ket ko'rib bo'ldik, endi keyingisi parallel ulash. Endi kondensatorlar parallellanganda asosiy xossi bor. Mana biz sig'imlar S1, S2 va S3 bo'lgan kondensatorlarning 3 tasini oldik ixtiyoriy natija olish uchun. 3 tasini o'zaro parallel holatda uladi. Ularni barobar U kuchlanish bilan narxini bilib qo'ydim. Endi men qutblarni belgilab qo'ydim, fibr va fik potensiallar. Men biz buni musbat desak, buni manfiy desak, musbat qutbdagi, ya'ni fibr potensial belgilab kelib turib, mana bu kondensatorlarning hammasini chap tarafini fibr potensial bilan, bu tarafni esa undan keyin har bir qutbni fik potensial bilan naqd qo'ydi, zarblab qo'ydi. Mana bu yerdagi potensiallar farqi, ya'ni u bir degani fibr minusdan fikka, fibr minusdan fikka, fibr minusdan fikka. Umumiy kuchlanish ham u ham umiz ham nima bo'ldi? Fibr minus fik bo'ldi. Demak, parallel xossasida umumiy asosiy ifoda nima bo'lar ekan desak, bizda parallel xossasida kuchlanishlar teng bo'ladi. Har bir kondensatorga tushadigan kuchlanish bir bo'lgan bo'lib miqdor jihatdan teng bo'ladi. Ayni zaryad miqdorlashi esa manbadan bizga umumiy zaryad chiqyapti. Keldi, tarmoq 3 ga bo'lingani uchun nima bo'ldi? Har biriga mos holatda Q1, Q2, Q3 bo'ldi, zaryadlar bo'linib o'tdi. Demak, mana u umumiy zaryadni har biriga bo'linib o'tdimi? Demak, mana shu bo'lingan zaryadlarni qo'shsam, umumiy zaryad bo'ladi. Shuning uchun men zaryadlarni qo'ydim. Q umumiy teng, Q1 plus Q2 plus Q3 teng bo'lar ekan. Shu holatda ko'rganimiz uchun. Xo'p, ana endi biz bilamizki, Q teng suv bo'ldi. Ya'ni umumiy sig'im ifodasiga kelganimizda, o'ta sig'imda S teng Q taqsim bo'ldi. O'sha yerda Q topganimizda Q teng S bo'lib qoldi. Endi mana bu yerdagi umumiy zaryadlardan ifodalagan bo'lsam, Q umumiy degani mos holda S kar U bilan mosladigan bo'lsam, S umumiy bo'lib qoldi. Q1 degani S1 U1, S2 U2, S3 U3 mos holda ketyapti. Yo'l tashladim. Endi bizda umumiy xossada kimlar teng? Kuchlanishlar tengmi? Men har biridagi kuchlanishlar qarsasi chiqarib hisob qilsam, umumiy hisob keladi. Qolyapti. S umumiy teng S1 plus S2 plus S3. Ya'ni kondensatorlar parallel ulansa, ularning umumiy sig'imini topish uchun ularning sig'imini shunchaki qo'shib bo'lsa bo'ldi. Bundan xulosa, ketma-ket ulanganda umumiy sig'im kamayadigan bo'lsa, parallellanganda umumiy sig'im oshadi. Xo'p, bu umumiy sig'im ifodasi bo'ldi, qanday ulanganda parallellanganda bo'ldi. Xo'p, ana endi agar deyapti, n ta bir xil kondensator o'zaro parallel bo'lsa nima bo'ladi? Bo'ldi. S umumiy teng S1, S2, S3 qilardik. Faqat endi bizda bir xil degan uchun S ketdi. Ixtiyoriy n tasini nima qildi? Ketmay yuriladi. Va S n ta bir xil ifodani yig'indisi S kare n bo'ladi. Tamom? Endi bu yerda nima qilamiz? Bu yerda endi bizda umumiy sig'imda S umumiy S ga teng bo'lsa, demak umumiy sig'im topish uchun o'sha bittasini sig'imi necha bo'lsa, o'shani n ga belgilab qo'ysam bo'ladi. Bir xil bo'ladigan bo'lsa n tasi. Endi yassi kondensator qoplamalar orasida yuzaga kelgan elektromagnetik energiya. Misol uchun biz aytdikki, yassi kondensatorda bitta qutbi musbat, bitta qutbi manfiy holat zaryad to'playdi va ular orasida direktor muhit bor, zaryadlar o'tib ketib qolmasligi uchun. Bu muhitda demak maydon, elektr maydoni tomonidan yuzaga keltirilgan energiya yuzaga keladi. Bu energiyani qanday topamisak, bizda biz uni zaryadlaydigan bo'lsak, kondensatorni zaryad 0 dan maksimalga chiqardik. Masalan, uni biror bir manbaga ulaydigan bo'lsak, undan zaryad nima qiladi? Chiqib, ya'ni maksimaldan 0 ga kamayishi mumkin. Elektrik o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun men zaryadlarda ko'chirishlar bajargan ifodasi, misol uchun A teng Q U deb ko'ryapmiz. Birinchi mavzumizda, ish mavzusida. Xuddi shunday ishda endi faqat men u zaryadimiz oshib boradi, kamayib boradi degan holatni oladigan bo'lsam, o'rtacha qiymatni olyapman. Shunda men A teng Q ifodadan o'rtacha ifodalaganimda Y teng Q taqsim 2. Bu elektromagnetik energiyasi bo'ldi. Biz Q degan nima ko'rgan bo'lsak, SU ga teng edik, buni o'rniga SU qo'yadigan bo'lsam, SU kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Masalan, U o'rniga Q taqsim S qo'yadigan bo'lsam, Q kvadrat taqsim 2 ga xulosiga kelib qolamiz. Demak, bu bo'ldi elektromagnit energiyalar umumiy holatda. Ya'ni yassi kondensator qoplamalar orasida yuzaga kelgan elektromagnit energiyalari bo'ldi. Xo'p, ana endi bunda holatlar bo'ladi. Agar kondensator tok manbaga ulangan bo'lsa, masalan, o'zgarmas kuchlanish manbaga ulangan bo'ladigan bo'lsa, unda kim o'zgarmas bo'lsa, demak u tok manbaga ulangan. U bir xilda, misol uchun biz iste'molimiz 220 volt kuchlanish degan bo'lsa, doimiy 220 volt kuchlanish nima qilyapti? Zaryadlanyapti. Unda kim o'zgarmas? U, ya'ni 220 volt kuchlanish o'zgarmas. Shuning uchun men nima qildim? Agar u konstant, ya'ni doimiy kuchlanish manbaga ulangan yoki masalan tarmoqqa ulangan kondensator bo'lgan bo'lsa, uning energiyasini nima qilamiz desak, kim o'zgarmas bo'lsa, shuni kvadrati bilan ketamiz. Ya'ni Y teng SU kvadrat taqsim 2. Endi biz kondensatorni zaryadlab manbadan uzib qo'ydik. Endi uni kim o'zgarmasak, agar biz u qurilmadan foydalanmasak, unda zaryad konstant bo'ladi. Ya'ni zaryad o'zgarmas bo'ladi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Zaryad o'zgarmagan vaziyatda Y teng Q kvadrat taqsim 2 sifatdan foydalansak bo'lar ekan. Bu bizda bo'ldi umumiy holatda elektr sig'im metalik kondensatorlar va ularning turlari, ularda biz qaysi birini ko'rdik? Yassi kondensator va ularda ketma-ket parallel shosslarni ko'rib chiqdik.
Demak, biz bularni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak va masalalarni ishlaganda, например, yana nima bo'ladi? Mustahkamlanaveradi. Endi biz nima bo'lyapti? Serik kondensatор va leading kondensatор qoldi. Biz ularni sig'imlarini yozib o'tamiz. Faqat keyingi mavzuda qo'shib o'tamiz. Hozircha bizda shular.